alaykum. Assalomu alaykum. Islomjon o'z YouTube kanali obunachilari. Chorva ishqibozlari, o'qish ishqibozlari. Akalar bugun biz Andijon aka, O'zbekiston chorvalar bozoridamiz. Bugun xudosi barakalardan ko'rsatamiz inshaalloh. Bugun hafta kuniga payshanba 20-mart bo'lyapti. Aka nech pul bo'ldi? 10 million. 10 million. Novosizmi? Novosimiz 10 million so'm bo'ldi. Bularimiz nech pul oldi? 685 Aka nech pul oldi? 15 million so'm bo'ldi. Qirg'izistonni bu qasas zamonachilar. 15 million so'm bo'ldi. Nech pul oldi aka? Bilmadim. Nech pul oldi? Qanchaga? 24 million so'mdan qaytib zamonachilar. Sigir akam 8. Nech pul oldi aka? Olamiz. Nech pul oldi? Nech pul oldi aka? Narxini bilmadim. Ana bilishmaydigan iltimos bo'lib chiqinglar akalar, iltimos. Nech pul oldi? 19 dan bo'lib tazamlashlar. Nech pul oldi? 3'tasi 57 million so'm bo'lib tazamlashlar. Mana 3'tasi. 3'tasi 57 million so'm bo'ldi. 57 million. 57 million so'm bo'ldi 3'tasi. Zo'r bo'ldi. Tak, boş. Nech pul oldi aka? Aytmadi bular aka. Aytishmadi azobunachilar. Cho'pilab chiqishyapti mollar. Narxini aytishmabdi. Qirg'izistonda mol ekan azobunachilar. Qopti deyapsizmi? Mashinga qarab. Nech pul oldi aka, ha? 27? 22 bo'pti azobunachilar. Sigirimiz. Buzachalarimiz nech pul oldi? 11 million 100. 11 million 100 dan bo'libdi azobunachilar. Ya, ikkalasi xunajini? Ha, xunajiligi uchun azobunachilar. 11 million 100 ming so'm xunajillar. 5,5 dan bo'libdi azobunachilar. Patalarimiz narxlari nech pul olyapti? Patalarimiz nech pul olyapti? 20 ming so'm. Azobunachilar pattalarimiz narxlari 20 ming so'm bo'lyapti. Bu bola menga yangi odamlar kiradigan bo'lsa. Nech pul oldi oshtaqa? Nech pul olindi? 20,5 million so'm. Zo'r bo'ldi. Arzon bo'ldi 20,5 million so'm. Chuamay borsa bular 23 dan indamasa aytib turadi. Nech pul oldi? 14,5 bo'libdi azobunachilar. Mana bo'lmasam. Shu mollarimiz arzonlayapti, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa arzonlayapti. Mana 14,5. Sigirlarimiz kelyapti. Assalomu alaykum. 22,5 yolindimi? 22,5 bo'libdi azobunachilar. Novoz qaranglar. Xudo xolasa arzonlayapti inshaalloh. Duo qilib turinglar, arzonlasin tezroq. Men beraman mana. Sizlarga batasang. Hadi. Men mana. Pulni kerakdi? Nech pul oldi? 23 million 200 bo'libdi azobunachilar. Novosimiz. Bo'ylari 120, 125. Nech pul oldi? 11 azobunachilar, 11 million so'm. Aytsizmi? Nech pul oldi? Chiqmaydi, hammasi pulni 13 bo'libdi azobunachilar. Buzacha. Nech pul oldi aka? Nech pulga? 13,5 ming sotilmoqda, hurmatli obunachilar. Sigirimiz. bitta molga odat chiqadi. Nech pul oldi? 32 million so'm bo'libdi. Mana bo'lmasa. Bunisi nech pul oldi aka? Nech pul oldi bu hoshtaqa? Eshitishmadi-yu. Hurmatli obunachilar, like bosishni unutmanglar. Kanalimizga podpiskani bo'lmaganlar, podpiska bo'lib, bittadan klass tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar.
Neç pul oldu Şvet? 16'ya satılmayapti azobunachi Şvetchamiz. Xo'sh jonim. Neç pul oldu? Aka beradi. 15 milyon so'm bo'pti azobunachilar. Bunimiz neç pul oldu aka? 92 bo'pti hunajinimiz. Neç pul oldu jipi? Sotilmadi. Qanchaga? Bilmadim men. Sotilmayapti. Neç pul oldu aka ha? Sigirimiz. 12 yutu. Mana 3 taga beryapti aka. Bularimiz neç puldan bo'ldi? Yaxshi bo'laniki, yaxshi bo'ladi. 14 dan bo'pti azobunachilar. Ana bo'lmasa. Ket. Neç pul oldu navosimiz? Neç pul so'yib olishga? 63 yarimdan so'yib olishga bo'pti azobunachilar. Taroziga tortib turib. 103 yarim dedimi? 63 yarim. Neç pul oldu? 25 milyon 100 bo'pti azobunachilar. Bolasi navoz ekan. Ha, hunajimi? Bolasi hunajin ekan. Ana bo'lmasa yana bolamiz. Ha, maza qilibsiz. Ertamaga uxlatma. Nech pul oldi? Nech kanaldan chiqadi? Islomjonov. Bu nech pul oldi navoz? Qoch. Ehtiyot bo'ling akalar. Suydi ekanda. Bunday shu o'zi. Chiqaradi. Suydi, o'zini suydi. Ular oqyonda turganmi? Asha, o narada Movoyda turgan. O bitta turuvdi, ikkita studioni, ashlardan. Odam iymon. Nech pul oldi bunimiz? 18 million. 18 milyon 100 bo'pti azobunachilar. Bularimiz-chi oshlig'i? Bularimiz bo'lgan yo'q. Map yetagan bular. Ko'ryapsizlarmi akalar, shuncha ehtiyot bo'linglar. 18 million 100. Nech pul oldi akaxon? 13 million. 13 milyon so'm bo'pti. Hurmatli obunachilar. Nech pul oldi navoz? 12,5 ga sotilmabdi azobunachilar navozamiz. Shuar bo'lamiz bozor. Islomjon Uz. Nech pul oldi? 14 milyon so'm bo'pti mana azobunachilar. Bunisi-chi? 17 million 200 ming so'm. 17 milyon 200 ming so'm navoz. Sigirimiz nech pul oldi? Ketdi bunimiz pulini berish. Navosimiz nech pul oldi aka? 60 mingdan tortishga bo'ldi-da. 60 ming so'mdan taroziga. 17 kilo. 317 kilo kelibdi azobunachilar. 60 ming so'mdan tortishga bo'libdi. 317 kilo keldi. Nech pul oldi bunimiz? Nech pul oldi? Navoz nech pul oldi aka? Bunisi-chi? 15 milyon so'm bo'lib punajinimiz azobunachilar. 15 milyon so'm. 30 ming var, 20 ming ber. Nech pul aka? 6 milyon 100 ming so'mga olindi. Bunisi nech pul olibdi? Chiqmadi. Nech pul oldi aka bunimiz? Sotilmadi. Qanchaga? Qanchaga sotilmadi aka? 2 ta kelgan ham beradi. 10 milyon sotilmadi. Mana navoz udar kelyapti. Nech pul oldi? 30 yarim bo'pti azobunachilar. Sekiga berib berasiz endi. Men to'lamayman. Sizlar ham ketyapti, demak, sotib olamiz. Mana azobunachilar. Islomjonov. Islomjonov. Nech pul oldi bunimiz? Bunimiz nech pul oldi aka? Mana kelyapti aka. Nech pul oldi? Nech pul olyapti aka buni? 14 million. 14 milyon bo'lib navozamiz hozirgi. Nech pul oldi bizgacha? Bilmadim. Bilishmaydigan azobunachilar. Nech pul oldi? Sotilmabdi. Qani aytmayapti. Nech pul oldi aytasiz? Bilmadim. Yo, bitta bo'lsa-ham mana. Nech pul oldi aka? 11 milyon 300 ming so'm hunajinimiz. 23 2 Ben Muhammedayev. Ikkalasi nech pul oldi bizgachalar?
Bunimiz necha pul oldi aka? Haydi. 23 ikkitasi. Necha pul oldi? 11.7. Bunisi 11.5 bo'pti. 11.7, 11.5 bo'pti. Bo'zalarimiz necha puldan bo'ldi? Marhamat. 11.5 dan bo'pti. Bularimiz 11.5 ga jupi bo'pti azobunachilar. Jupi 11.5. Shvedlarimiz necha pul oldi? 16.5. Marhamat. 16.5. Bularimiz necha puldan bo'ldi? 30 million bo'ldi jupiga azobunachilar. Kattamiz necha pul oldi? Aka necha pul oldi? 33 million so'm. Bunisi 19 bo'ldi azobunachilar. Ana bo'lmasa. 10 ga chapga bo'lib ketadi, mana qayerlarda. Necha pul oldi aka? Marhamat. 20 bo'pti azobunachilar. Ana bo'lmasa. Bunisi Hoshtaqa necha pul oldi? 18.5. Kattana. Bozor nima deyapti akalar? Bozor qimmatmi, arzonmi? Yozib qoldiringlar kommentarda. Necha pul oldi aka? Marhamat. Ana buni keta olasiz. Novos necha pul oldi? 27 bo'pti azobunachilar. Kattana. Yutga. Necha pul oldi aka? 34 million 600 ming so'm. Islomjon O'z. Assalomu alaykum. Charchamasan. Jon bozorning mollari ekan azobunachilar. Jupiga bu. 36. Like'larni bosamiz azobunachilar. Shunday berib stopni bosinglar, like bosib, tepada qizarib turgan podpiska tugmachasini shunday bosib qo'ysanglar akalar. Kanalimizga obuna bo'lasizlar va bizlarni birinchilardan xudo xolisa kuzatib borasizlar videomiz qo'yilishiga. Necha pul oldi Shved? Qanchaga? 21 ga sotilmadi azobunachilar. Shved novosimiz mana. Lekin zo'r pul oladigan sotish kerak ekan. Necha pul oldi? Bosh. 2 kam 17 topdi azobunachilar. Mana bu. Novosimiz. Bular 1.15 keladi. 1.15 atrofidagi novosimiz. Necha pul oldi aka? Necha pul oldi? 20 million 400 ming so'm bo'ldi novosimiz azobunachilar. Necha pul oldi? 17 million. 17 million 400 ming so'm. Mana azobunachilar. Nima deysizlar bunga? Narxlar qimmatmi, arzonmi? Yozib qoldiringlar. Akalar, kechagi bozoriga nisbatan, Chuamon bozoriga nisbatan narxlarimiz menimcha yengil bo'lyapti. Necha pul oldi? 36 ga bermadim aka. 36 ga berilmabdi, hurmatli obunachilar. Yana bolamiz. Shvedlarimiz. Mana. Sers narsalardan ekan azobunachilar. Necha pul oldi? 25.2. 25.2 opti novosimiz mana. Bunisi Ragla aytmaydi-da. Hurmatli obunachilar, narx baqirib yurib, tamom orsa ham so'raymizlar uchun. Shuning uchun bittadan like bosishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Va kanalimizga albatta obuna bo'ling. Necha pul oldi, hoji aka? O'zimga kerak deb sotmabdi. Qanchaga? Sotishmabdi. Shopir akalarimiz olib ketyapti, hurmatli obunachilar. 5 million sotilmabdi, pulni ham bilishmaydi ekan. Shopirlarda. Bilmayman, shu otabekalni oldi. 20 million 200. 20 million 200 ming so'm bo'lib novosimiz mana azobunachilar. Bunisi 10 million 700, 11 million 700 oldi. Ikkala xunajinlarimiz azobunachilar. Endiroda ola bilan hozir oqamiz. Necha pul oldi? 19.20 ekan. 19 ga 19 million so'mga 20 ming so'm kam bo'pti. Kattalar to'laylar akalar. Novosimiz necha pul oldi?
Qirq ikki yarim. Jupiga 42 yarim bo'ldi aziz obunachilar. Ana bo'lsa. Narxlar menga yoqib bormoqda aziz obunachilar. Sekin-sekin arzonlayapti, xudo xohlasa. Nech pul bo'ldi aka? Qanchaga? 83 ga sotilmoqda aziz obunachilar. 8 million 300 ming so'mga bo'zagim sotilmoqda. Bo'ylar 90 keladi. Ishga bo'lar. Islomjonov. Va polvonimiz nech pul olibdi? Nech pul oldi? 43 milyon 500 ming so'm. 43 million 500 ming so'm bo'pti mana aziz obunachilar. Ketdi mana. 43 million 500 ming so'm. Bo'zaklarimiz nech puldan bo'ldi aka? Orqada egasi. Nech pul oldi bularimiz? 36 million 300 ga 3 ta aziz obunachilar. Islomjonov. Islomjon. Mana polvonlardan keladi. Nech pul oldi bu? Şehriga chiqib 86 olib sheriga chiqib ketgan edi. Bunimiz nech pul oldi? Bilmaydigan aziz obunachilar. Aka nech pul bo'libdi? 10 yarim bo'libdi mana. Aziz obunachilar. Bunimiz nech pul oldi? 18. Bularimiz-chi? Katta. Nech pul oldi aka olamiz? 22 bo'libdi novosimiz. Nech pul olibdi? Nech pul oldi? 12. 12 million so'm bo'libdi mana aziz obunachilar. Yana kelyapti. Nech pul oldi Oyatilla? 31. 31 million so'm bo'libdi jupiga. Ayaga, siz bilasizlar. Nech pul oldi bunimiz? Ko'rsaymasin. Novosa ko'p chiqdi. Aka nech pul oldi? 16 million so'm bo'libdi aziz obunachilar. 20 ming so'm patta deyman deb uni 20 million devaray dedi. 16 million so'm bo'libdi. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz Andijon, Asaka O'zbekiston Chorva bozorida bo'ldik, xudo xolisa. Qo'llangancha video qilishga harakat qildik. Kanalimizni podpisa qilishda davom etinglar. Qizil podpisatsiya tugmachasini bosib, bittadan klass tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Bugun chistamiz 20-mart, payshanba chista nima bo'ldi? Payshanba kun bo'ldi, hafta kuniga. Ajratgan vaqtinglar rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Islom bilan Islomjonimiz bo'ldi.